Oynab kelganida sürprizlar bor. Keling boshqa bitta taqdimot yedan kelishdiga. O'zingizni o'tirib qo'ymang, charchab qolmang. Hali oldinda 40 kun salom qilasiz. Boshladik, o'rtaga dilim tashladik. Qabul qiling, mehmonjonlar, mezbonjonlar, biz salomni kelin poshsha bilan boshladik. Tog'i toshni bir qilgan, 2 yoshni bir qilgan. Salom, kelin salom, qodir Allohimga hamd va sanolar. 18 bin olamni yaratgan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga, sevimli, suyukli payg'ambarimizga durud va salovatlar aytamiz. Ana endi xonadonimizning yosh ulug'lari, fikri to'liqlari, nuroniylarimiz bormi? Kimlardan boshlaymiz? Birinchi bo'lib, xonadonni fayzi, farishtasi qaynona oyijonimiz. Mana eshitayotgan bo'lsangiz, sovg'alarni baquvvatini qilasiz. Qolganlar niyat qilganlar, shundoq kuzatmaymiz. Qarsiylar bilan kutib olamiz. O'g'il tug'ib kerilgan, kelin olib suyungan. O'g'il tug'ib kerilgan, kelin olib suyungan. Qabul qiling, qaynonajon, sizga salom yor. Qabul qiling, oyijonisi, mehribonisi, sirdoshi, sizga salom yor. Yana salom yor. Keling, muborak bo'lsin, rahmat, katta rahmat. Tilla o'zinglar muborak bo'lsin. O'zi kelin poshshamiz tilla. Yana bu yog'iga tillalarga burkanib yursinlar. Shu taqayotgan tillalarini jayrab, yashnab taqib yursinlar. Muborak bo'lsin. Atlas ko'rpa taqlagan, kelinimga deb saqlagan. Xudo xolasa o'g'illar muborak bo'lsin. Bu yog'iga qish yaqin, issiqni yopinib yotasiz. Bu yog'iga kasal bo'lishga haqqingiz yo'q. Atlas ko'rpa taqlagan, kelinimga deb saqlagan. Qabul qiling, yana bir bora oyijonisiga kelin poshsha qiz muborak bo'lsinlar. Keyingilar ekan. Bir donagina 10 ta ovsinni, 10 ta kelinni o'rnini bosadigan ovsin deymiz. Opajonlari kumushon. Mana eshitayotgan bo'lsangiz, qani chaqqon. Yugurib kela qoling, o'zim o'rgilay sizdan. Bu yog'iga ishlaringiz yengil bo'ldi. Bilmaganni bildirgan, hamma ishni to'ndirgan. Bilmaganni bildirgan, hamma ishni to'ndirgan. Qabul qiling, opajonisi, sizga salom yor. Yana salom yor. Kamida shunaqangi polvon o'g'illardan Allohim bersin sizga. Qo'shganingiz bilan qo'sha qaring. Opa singildek bo'lib yuringlar. Bilmaganlarni bu yog'iga o'zingiz ichimida o'rgatib qo'yasizlar. Kelishdinglar. Keyingilar ekan. Ammajonimiz, hamma keldi. Hovlimizning anjiri, darvozamiz zanjiri. Bog'imizning anjiri, darvozamiz zanjiri. Qabul qiling, ammajonlar, mehribonlar, fayzli insonlarimiz, voy jigari uchun, jiyani uchun jonini berishga tayyorlarimiz. Sizga salom yor. Yana salom yor. Qabul qiling, ammajonlari, sizga salom yor. Kelin poshshamizdan chiroyli salomlar. Ko'p yashang. Qo'shganingiz bilan qo'shaman. Aytganingiz kelsa, sizni ham xonadoningizga yaxshi kunlar bo'lganda, Azimjon bilan Muhayyoxon qamishdan beri bog'lab xizmatlarni qilsin. Hop, keyingilari xolajonlarimiz, xolayamchi ona o'rnida ekan. Onalarimizni ehtiyotlab, ularni xafa bo'lib qolmasin deb muammolarni aytmaganimizda bizga kim yordamga keladi? Xolajonlar. Endi xolajonlar o'ynab kelamiz. Liboslari yarashgan, jiyanlari talashgan, liboslari yarashgan, qarindosh urug'i talashgan. Qabul qiling, xola poshshalar, xolajonlar, sizga salom yor. Kuyov bolamizni momonlari shu tamida ketib qolmadilarmi? Keling. Tokchadagi atirday
bahçedagi atirday, hidi shirin patirday. Qabul qiling momojonisi. Keyin boshimizga o'zi bir martasi ta'zim qiling desa, buni qarang, hurmat yuzasidan tinim bilmayaptilar. Alloh rozi bo'lsin. Qabul qiling momojonisi. Sizga salom ya, yana salom ya. Azimjon kuyov bolamizning yangilari. Voy to'yni daragini eshitgandan buyon yurib yugurib xizmatlarni qilayotganlarimiz. Albatta siz o'shami deydi-yu. Kela qarang, o'zim o'rganing. So'zlarida bollari, yuzlarida hollari. So'zlarida bollari, yuzlarida hollari. Qabul qiling yangi joylar. Sizga salom ya, yana salom ya. Qo'shu ko'zlar o'smali, qora sochlar xunali. Qabul qiling yangi boshlalari, xolajonlari, hamma jonlari. Qatoringizdan xato o'tmasin, umringiz uzoq bo'lsin. Mana shu sovg'a hoy sizga ekan. Xolajonisi, yangi jonisi, voy mashaalloh. Umringiz uzoq bo'lsin. Salom, yana salom. Bor tovog'im, kel tovog'im deyishgan. Yana kim bor ekan? Yana kim qoldi?